Hürmetli Kadir tağa. Biz sizning muqamlarını anlıqıl kelgen toq. Bir pədi çəpəgən bolsala. Köp xursan bolatdık. Hoş meymanlar, çay içkəş oturuslar. Rahmet. Mehmanlar, hergiz köngülleriga elişmişler. Bilişemli ki, Kadir ağamның jürügi bek toşup ketken emasmı? Bir ömür esret çekip buldum garibin atiyevan yadek igildi kametim igildi kametim yamanğa yar boldi zaman yamanğa yar boldi zaman el aman dostlar aman aya dostlar üsmü ecrim külmey duman ecrim külmey duman Allah Allah aldira her zirkada değmez kaçar her zirkada değmez kaçar mukan emra bizge Aman saklan pis yaptım aynen.
Məlikəm, cəbba çəkdiniz. Rəhmət xan aliləri. Sizlarga chin dilimdan rahmat aytaman. Xan aliləri. Agar sizlar qo'llamagan bo'lsalar, mening yaqinlik muqamlarimizni yig'ib ratlab chiqarishim mumkin emas edi. Afsuski, yana yermi qap qoldi. Muqam Uyg'ur muzikasining tugimas xazinasi. Shunchalik utuq bilan qaytqaningizning o'zi cho'ng bir ish. Yaqinda qo'shni ellarning sozandalari xonlig'imizga kelmoqchi bo'lib o'tibdi. Buyuk Ming xondanligining elchisimi yakan xonlig'imizga kelib, davlatimizning gullab yashnayotganligini namoyon qilmoqchi bo'pti. Men ordada muqam bazmisi o'tkazib, mehmonlarni kutib olmoqchi bo'lyapman. Hürmetlik xan alileri, Melik Xenim, Büyük Ming xandallığının elçisi Möhterem Cubegim, qo'shni ellerden kelgan sazende ustazlar, hem xandalligimizning vazir azamlari, tövende yıkımlık muqam köyleri sizlarni baxt ichida shodlikqa cho'mildirdi. Cahanda taptılar insan riyazetti. Sana malıklı Kalemi alıcın eyle Kılıp bu can Kılıp bu can Can fidan
uçurup, köz taşlap, şırdak kigiz üstüde. Marcan böki astıdım, ahtı terleri şu demde. Kıkrap hem tez oynar, yakınlık bu nəğmege. Belgi koysa kolunu oğak ayğa okşağa. Yeme degen nefis usuldu. Han alileri Məlik xin, Pekir'nin közünü içip koyğununlağa köp rəhmət. Bilmedim, bu muqam kimnin icadı etiki? Muqam dövlətimizin sənət baylığı. Həmmə adam onun icadkarı. Der haqiqat, naxşı usul makanik. Mən anlığan bu yakınlıq küylərini ulu xanımızğa, xandallığımızın puhralarına yetkizime. Otunçunun kızı bilen Ömer degen yalan töşnün aldı da meni bir chetga qayırıp koyup horliq kaldırdı. Xanıştırıp bundaq ahanetge chidab turalaymanmı? Degenleri berhaq xaniş alileri. Ben sör toplan küttürüp atqanmı şu peytde hemmimiz daiti endişili kılıvatımız. Əmisi derhal Hoca Muhammed İşan'a eytdim. Xandallığımızın abroyunu qaytı tökmeslik üçün o xan alilərə vaxtıdı nəsihət qılsın. Xanımız hazır. Otunçunun kızığa bəbdun bob getdi. Xan issilini dövlət davalğıb turu atqan peytdə xandanımızın abroyunu saxlab qilish haqqida xanğa nəsihət qilib qoysun deydi. Hazır xanğa nəsihət qilganның heç bir faydası yo'q. Yaxşısı biz muqamның əl işiga tarab ketishini to'sishimiz lazımdır. Eğer heliqi Ömer degen sazendi bo'lmay Otunçunun qizili bo'lsaydi, ish o'ng'ay bo'ladi. Onu günaydın xaliqini bo'lmasa, xo'sh, buni taqdiri qismatdan ko'mak lazımdır. Amanni Saxan. Yaqindan beri tavlari yo'qdek qiladi. Hamisha g'amkin ko'rinadi. Ustazim, anlılımıken ba'zilar muqamni retlash ish boshlangandan buyon xonimiz puhrolar orasiga masjidga oz bordigan bo'p qoldi.
Roza Ramazanda roz tutmaydiganlar köpeyip ketdi deyishiyotidu. Qizim, bundaq pishni basatlarga quloq solmaslar. Muqamni yig'ib ratlash ishi intayin murakkab. Xon oliylari sizlarga ko'yinib kelyotidi. Shunga o'zlarining salomatliklarini asrasizlar. Dadam tenha qaldı. Al günü qandaqkin. Bu ishlarni ko'p o'ylab ketmaslar. Mahmud akam xushchaqchaq odam. Hargizmi g'iribsinib qolmaydi. Təsəlli bəgəllərə rəhmət, ustaz. Hoca Muhammed İşan Hazretleri geldi. Amin. Amin. Allah tellerini aman, devletlerini ziyadı kılgay. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rahmat. O'ltiraylik. Xon oliylari o'zlariga ma'lum qiladigan muhim ish botdi. Aytsizlar. Ulug' xon oliylari xabarlari bormikin? Xondanligimiz tavalligidik fuqarolarning dod faryodi kun sari kuchaymoqda. Faqir ixlosman sodiq murd bo'lganligim uchun ularning dod faryodiga parvo qilmay turolmadim. Xon oliylari. Ba'zi odamlar shariat nizomlarini oyoq osti qilyotidi. Kimlar? Hurmatli oliylari. Sozanda Umarning muqomni ratlash tashabbusi inshollarimizning diniy nizomiga muxolif ish. Hurmatli xon oliylari. Faqir shariat nizomlarini qo'g'dashga mas'ul. Bu ishda oliylaridan ranjiyotgan yerimiz yo'q. Faqat Ömerning shariat nizomlariga xilof ishlaridanla qattiq norozi bo'layotimiz. Sizlarning Ömer ustozning o'ltirilganligidan xabaringlar bormi yo'q? Hurmatli xon oliylari, Sozanda Ömerning o'limidan bizmi qattiq qayg'uryapmiz. Marhumning yotgan yeri jannat bo'lg'ay. Ya'ni deydigan boshqa gaplar bormi? Dono oliylari, hozir fuqarolarning dod faryodi palak yetib pug'on chekishmoqda. Faqir Mansurning to'polon ko'tarishini mush ishga munosabatlikmikin deb qarayman. Ularning to'plag'ini o'zim tinjitaman. Sizlarga ijozat.
Malikam, Ömer ustozning ishini hozircha tilga olmay turayli. Mansur to'plan ko'tadi. Ba'zilar to'plandan foydalanib qasdan chatoq chiqaryotdi. Men to'planni tinjitib, o'rniga qaytib kelgicha muqamni yig'ib ratlash ishini vaqtincha to'xtatib turing. Alileri. Kechirsizlar. Ömer ustozning o'limi ham muqamni ratlash ishining to'plan bilan ne munosabati borligini bilmayapman. Bu ish sal murakkab. Keyin bir narsa deyishamiz. Aman Nisaxon. Siz meni do'st bilan dushmanni ayrimidi deb ayblayapsiz qandaq? Bo'ldi. Bu qitimqi to'plangni qandaq tinjitishda ko'nglimda sanba. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Adolat iniganam o'rniga kelib sizga hamroh bo'ladi. O'zingizni ko'proq asrang. Ömer ustozning ishini hozircha tilga olmay turaylik. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Allahu akbar. Mübarek olsun. Bu heyet onda vakti geldi. Daskallamın moğla. Yerler toplu olgan heyet oldu. Ayemlerin mübarek olsun Hanış Ali'dir. Ayemlerin mübarek olsun.
Xanish alileri, ayanlarga muborak bo'lsin. Rahmat. Aman saqini Shundaymi? Aman saxinim, bugun ejab kelmabdi berga. Shuni deyman. Balkim o muqam bayramini o'tkazishni kutib oltag'anda. Rostila. Mijazlar o'zgarib qelyapti. O'rin tutib yetib qolganlardan xon alilar xabar topsa, qattiq ansirab ketadi. Xon alilari o'zunda qaytib keladi. Buldi şam hemra mana derdimgi derman bulup esledim sultanımni ah urup hasret çekip muqam üçün ötküzdüm keçilerini uykusuz ah nefisi. Xon alilarning keldigan vaqt bo'lib qoldi. To'xtanglar. Bizni kirgizib o'ting. Biz Malika Amannisoxonni yo'qlab kelgan to'q. Biz kichigimizda billa o'ynab cho'ng o'g'an. Bizni kirgizib o'ting. Yo'q. Yodikor xonishning farmoni bor. Har qanday odamning kirishiga qat'iy bo'lmaydi. Meni chaqiryapti. Amannisoxon! Badamxonning ovozi. Chapsan ulan boshlab kirsizlar. Qizim, qo'zg'almay yeting. Men chiqib qarab boqay, ha? To'g'ri vaqirashmay, bu yerdan tez ketinglar. Ular Malikamning tuqqanlari, kirgizib o'tinglar. Ular belidagi qorliqni yeshiversin, ondan kirgizib o'taman. Yo'q, o'lib ketgan qarindishimizga qorliq tutsak bo'lmamdi ekan. Shundoq.
Beylanglar degan yeşetanlar ballarım. Bommasa orada kiremeysizler. Badamxan. Yenimge kelanlar. Aman Nisaxan. Aman Nisaxan. Aman Nisaxan. Badamxan. Rahmet. Meni yo'qlab kelganinglarga teşekkür. Sizlarni qo'ymi sevindim. Badamxan. Nemishga yig'laysizlar? Rahmat. Nemishga yig'laysizlar? Biz kichik emas. Dadam tinchlikmi? Mahmud ham Mahmud tog'am qazo topdi. Aman Nisaxan. Aman Nisaxan, qizim. Vazir, sizlarning fikrlarini anglab baxmoqchiman. Xonish oliylari. Malik xonim kichikdilla dadasiga vafodor cho'ng bo'lgan ekan. Shuni u yo'rtiq berib, dadasining tuproq qo'shini yo'qlab kelsinmikin? Eshon hazratlari, o'zlar nimdaylikin? Hürmetli xonish oliylari, faqirning qarashicha janobi xon oliylari hozir o'rdida yo'q. Uning ustiga bu oddiy ish emas. Shunga yanami obdaroq o'yinlab baqsaq bo'larmikin? Xonish oliylari, hozir Malik xonimning kesili ig'ir. Biz Malik xonimning salomatligini asirishimiz lozim. Şoňa musobat işini dep uni yurtiga yo'lga silish hech qaysimizning haddi emas. Bo'ladi emisi. Qarliq tutib kelgan. Ikki sahroliq o'rdadan qo'g'lab chiqarilsin. Aman Nisaxan. Aman Nisaxan. Badamxan. Qaytib ketinglar. Mendan g'am qilmanglar. Ularni ustib qo'ysizlar. Ularni ustib qo'ysizlar. Aman Nisaxan. Aman Nisaxan. Badamxan. Qaytib berib. Dadamning tuproq beshig'i chiqib. Mening o'rnimda xatni Qur'on qilib qo'yinglar. Xatni Qur'on. Ma'qul, aman Nisaxan, ma'qul. Uxtam.
Kızım. Nem bolla? Kızım, siligime okup vereyim. Han alileri hazır nededir? Qaytamla xoş emsi. Dada, siz hazır qayerda? Ömer Ustaz, muqam. Kızım, boldu oylanmışlar. Muqamlarımı rətlenip bolduğu. Yo'q, texi rətlenib bo'lmadi. Bo'ldi qizim. Ortiq xiyol qilmay. Xotirjam demasla. Ana. Kızım. Ben hazır.
muqamning rətlenib boğallığını kördüm. Satani əbəslə başdan axırğıcı bir çalay. Kızım, onu çileşleri üçün bir keç gündüz ketidi. Hazır omdan demasla, sakaygandı çalalı. Yo'q, muqam rətlenib bo'ldi. Men anladım. Kızım, gözlerini asla! Kızım, gözlerini asla! Melikem! Melikem! Melikem, gözlerini asla! Melikem! Bo'ldi sham manga hamroh. Dardimga bo'lib hamdam. Ketibdi mehribon dadam o dunyoga mendan avval ham. Dadam uchun o'tkazdim. Kechalarni uyqusiz, muqomni deb hasrat chekdim. Dardimni yutib. Nefis bo'ldi qil qayg'urmadi. Qutqazg'ili parvoning sultonim kellar. Amin. Amin. Yotgan yerimiz
cennet bolsun. Muham sizge mengü yar boğay.